Remontli uy, arzonroq uy bo'lsin deganlarga mana shu ko'rib turgan uyimiz 2 xonali 4-qavatda joylashgan uyimizda video obzorini ko'rsataman. Xullas, mana ko'rib turibsizlar, mana bu uyimizda markaziy liniyaga ulangan atapnelari bor. Qonli uyimiz remontdan chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi xonasi bo'ladi. Bu kirish qismi, koridorimiz bo'ladi. Glavni eshiklarimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Hojatxonasi, yuvinish xonalari bitta bo'ladi. Keyingisi bu oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamizda ham gaz plitalari bor, aristoni bor, ko'rib turibsizlar. Uyimiz polностью remontdan chiqqan uyimiz. Ikkinchi xonamiz bo'ladi, spalniyamiz bo'ladi. Bu yerda ham markaziy liniyaga ulangan isitish tizimi bor. Hamma sharoitlarga ega. Uyimiz g'ishli, pollidan iborat. Manzilga keladigan bo'lsak, birdi yo'li Oltin Xo'rozchani shunday orqasida joylashgan. Bu yoq tarafimizdan 11-maktab bo'ladi, yashil zamin. Xullas do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 335 million deb baholab qo'ydik. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda nomerlarni qoldiramiz. Sirrochni bog'lanib bosib oladigan joy. Bunaqa imkoniyat har doim bo'lavermaydi.